Farzandinglar o'ynayotganda uylarning ichida mana shunaqa kuzatib turasizlar. O'rtoqlar ahamiyat beringlar. Kuxnyamizda qanaqa chiroyli tarzda qilingan, ranglar kollaboratsiyasi juda ham to'g'ri tanlangan. Ko'rishinglar mumkin, hamma narsamiz yangi holatda, hammasi sizlar uchun. Bu yoq tomonimizda podyezddan kirib kelish qismi bo'ladi. Bu yoq tomonimizda esa ham zal, ham hol hisoblanadi. Bu uyga shundoq faqat kiyim-kechaklarni olib kelib, mazza qilib, duo qilib yashasanglar bo'ldi. Bu bolajonlarimizning xonasi. Bolajonlarning xonasini o'zidan balkonga ham chiqsa bo'ladi. Bu yoq tomonimizda balkon qismi bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin, ves domi dvori juda ham idealniy tarzda ko'rinib turadi. Qolgan xonalarni ham birma-bir ko'ramiz. Bu yoq tomonimizda esa spalnya xonamiz. Spalnyani kattaligiga ahamiyat beringlar. Mazza qilib yashaysizlar. Farzandinglar agar chaqaloq bo'ladigan bo'lsa ham bemalol joyimiz ham bor. Chaqaloqlarni, kravatchalarni qo'yib mazza qilib yashashligingiz uchun. Bu yoq tomonda spalnyani o'zini sanuzeli bo'ladi. Endi to'g'ri yana zalga chiqib ko'ramiz, ahamiyat beradigan joyinglar bu yoqda общий sanuzel. Sanuzelni o'zi ham bitta katta xonada ahamiyat beryapsizlar. Hozirgi kunda kerakli narsa shkaflarga qo'yilgan. Sababi sanuzelda baribir ko'proq narsa qo'yilishi kerak. Hurmatli kuzatuvchilar, joyiga keladigan bo'lsa, albatta Yakkasaroy City Mallda joylashgan 3 xonali 90 kvadrat 4-qavatda jami 10 qavatli novostroykamiz narxiga keladigan bo'lsa, $155,000 so'raymiz. Ozroqgina kelishtirib baraka qilinadigan joy bor. Mana shunaqa zo'r uy-joylarni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna tugmasini bosib qo'ying.